Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun oltinchisini kim oldi degan o'yinning qoidasini o'rgatmoqchi. Bu o'yinni siz turayotgan davlatdagi cho'ngroq tilla bozorlarida yoki shunday quti o'yin sotilgan do'konlarda topa olasiz. Bu bek donliq bir o'yin. Basim azon o'ynash usuli night oddiy. Hozir sizlarga tushuntirib o'tay. Bu o'yinda jami 104 karta bor. Eng kichigi 1, eng cho'ngi 104. Oyun başlanganda eng oldi bilan har bir o'yinchiga 10 ta kart tarqatamiz. Bularni hamda o'zingizning xohlig'ini bo'yicha kichikdan cho'ngga yoki cho'ngdan kichik qarab tizib olsangiz bo'ldi. Undan keyin eshib qolgan kartlarning ustidan eng ustidagi 4 kartani olib mandaqsa qilib tizib olamiz. Bu tartibi qanday bo'lsa mayli, hech qanday ishlam olmaydi bunga. Undan keyin kartlarni tarqatib bo'lgandan keyin sizning navbatingiz kelganda cho'qim qo'lingizdan bir kart tushishingiz kerak. Tushgan kartangiz maydondagi o'zining soniga eng yaqin bo'lgan bir radga tizilishi kerak. Jami 4 rad bor mana. Masalan, men 22 ni tushmoqchi bo'lsam, bu maydonda hozir 22 ga yaqin, eng yaqin son 16 bo'ldi. Shunga buni qo'shib qo'yman. 25 ni tushmoqchi bo'lsam, buning yaqini 22, shuni bu yoqqa qo'yman. 36 25 ga yaqin shuni bu yoqqa qo'yman. 52 kelganda o'xshash bu yoqqa qo'yman. Agarda bu maydondagi 4 qatorning ichidagi bir qator 5 karta bilan to'shsa, 6-chi mush qatorning keyindagi 6-chi kartani qo'ygan odam mush qatorning hammini oldi. Bu bir xil jazo. Chunki o'yin oxirlashganda kimning qo'lidagi karta eng oz bo'lganda shu o'tib chiqadi. Shunga bu o'yinda amal bor, karta olmasangiz yaxshi. Lekin buni hech kim bir narsa deyolmaydi. Masalan, men misol qilib aytdik, hozir bu qatorning eng kichik soni 52 bo'ldi. Biz oldidagi sonlarga qaramaymiz, kartlarga qaramaymiz. Mush qatorning eng keyindagi soniga qaraymiz. Mushu son mush qatorning eng kichik soni bo'lib hisoblanadi. Ham maydondagi mushu qolgan qatorlarning o'zining tizilish ahvoliga qarab, mush eng oxirdagi mushu soniga qaraymiz. Yana masalan, men hozir 59 ni tushmoqchi. Bu 59 ga qaysi eng yaqin? 88 yaqin kelmaydi, pek jiroq bo'lib qoldi. 94 ni bo'lmaydi, 9 ni bo'lmaydi. Shunga buning eng yaqini ham buningdan kichik soni 52. Shunga men amal yo'q, agarda buni bu yoqqa qo'yman deb qolsam, bu qatorda 6 karta bo'ldi-da, shunga men 6-chisini men abay deb o'tganga o'xshash, men qo'yganligim uchun mush qatordagi hamma kartlarni men olaman. Mush kartlarni olgandan keyin buni qo'lamdagi bu kartlar bilan ilishtirsam bo'lmaydi. Buni ta'tir qilib oldimga qo'yib qo'ysam ne bo'ldi? O'zim ko'rgan ekan. Bu hisobda bir jazo oldu. Undan keyin maydonda hozir bir qator qo'rqib qoldi. Shuni men o'zim qo'lamdagi kartlardan xolgan birini yan qator qilib qurib bo'sh o'rin qo'yman. Masalan, men 45 ni qo'ydim. Yana bir navbat kelganda meni qishimdagi yoki meni oldimdagi o'yinga ham 48 ni qo'ydi. Buni yaqin keldi. 50, buna yaqin keldi. Lekin agarda 79-chi. 79 hozir 50 ga sal jiroq. Lekin bu 79 dan kichik son maydonda hozir 9 bilan 50 ga qoldi. Albatta bu bekrak 50 ga yaqin bo'ldi-da. 88 79 qaraganda bekrak yaqin olmasimi? 88 79 ni cho'ng. Shunga men bu cho'qim o'zidan kichik bo'lgan bir ratga qo'yishim kerak. Shunga bu yana misha qo'yildi. O'yin mush tariqa davomlashib eng oxiri hammamiz qo'limizga 10 kartdan tushib bo'lgandan keyin, demakchi o'g'lim, endi bu o'yin jami 10 navbat o'ynaldi. Agar birazanglarning qo'lda kart eshib qolgan bo'lsa, bu unutilib qolgan bo'ldi-da. Shunga texim qattiq jazolansa bo'ldi. Mush tariqa davomlashib eng oxiri hammamiz oldimizdagi shu jazoga olgan kartlarni olamiz. Ilib har bir kartaning ustida mandaqsa kalining 5ning surti bor. Muşlarını sanayımız. Mesela meninkide mavu 1, 3, 4, 5, 5'ke mavu 5'ni qo'sak 10, 11. Şunlar mening hozirgi jazo nomerim 11 bo'ldi. Undan keyin hammamiz o'zimizning shu jazo nomerlarini hisoblab selishtirib o'tgandan keyin kimning nomeri eng oz bo'lsa, eng kichik bo'lsa, shu mush o'yinda tutib chiqqan bo'ldi. Bu o'yinda yana bir xil ehtimollik bor. Masalan, men 9 ni hozir 31 deb turayli. Lekin mening hozir mush 13 ni tushmoqchi bo'ldim. Bu 13 hozir maydondagi
Her bir qatardaki en küçük sanda mı küçük? Bunu normalde ben iş qaysı qatarga qo'yamayman. Unda olgan vaqtida, bu xil ahvolasida men o'zim mush 4 qatarning ichidan xalgan bir qatarni tanlab, qo'limga ilib, qo'limga olmayman. Buni oldimga jazoga qo'yib, undan keyin tushmoqchi bo'lgan bu kartamni qo'yman. Şoňa mava abayga tegishib qolgan karta bu jazoga hisoblanib oldimda yana dumkim turib qo'yilaverdi. Şu abay men deb o'tgandek o'yin shu xil qoidada 10 navbat o'ynalgandan keyin eng oxiri shu üstüdeki kallaning numarini sanab kimning eng oz bo'lsa shu tutib chiqadi. Bu nayt asan. Lekin talegim qaraydi, azroq strategiyam qaraydi. O'ynaganda nayt qiziydi. Bu o'yinni eng az bo'lganda 2 odam, eng joq bo'lganda 10 odam o'ynag'ili bo'ldi. Mening tavsiyalarim 4-5 odamgacha bo'lsa bo'ldi. 2 odam bo'lsa ancha qizmaydi bu o'yin. 2 odamga mos keladigan o'yinlarni keyin aldirmay tunishtirma. Şu 4-5 kishi bo'lsa, men ancha o'ynash vaqtidaydi yoki qizg'inlikdaydi o'shlarning hammasining eng yaxshi bir mos keladigan o'yinchi soni shu 4-5 kishi deb qarayman o'zim. Sizlarga rahmat. Xayr xo'sh.